Dasturimizni tibbiyot sohasi yangiliklari bilan davom ettiramiz. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, dunyoda yangi tug'ilgan chaqaloqlarning 1% tug'ma yurak nuqsoni bilan tug'iladi. O'zbekistonda esa yiliga 600 ming chaqaloq dunyoga keladigan bo'lsa, shundan 5500 nafari shunday dard bilan dunyoga keladi. Shu sababli ushbu kasallikni erta aniqlash, davolash, zarur bo'lsa murakkab operatsiyalarni amalga oshirish maqsadida Qoraqalpog'iston tibbiyot institutida akademik Vohidov nomidagi Respublika ixtisoslashtirilgan xirurgiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi tomonidan 18-23 avgust kunlari tug'ma yurak nuqsoni bilan tug'ilgan bolalar uchun imkoniyat aksiyasi tashkil etildi. Hozir shu haqda. Tug'ma yurak nuqsoni bu minglab oilalarning tinchligini buzadigan, ota-onalar qalbiga doimo qo'rquv solib turadigan tashxis. Biroq zamonaviy tibbiyot bu kasallikni eng so'nggi chora deb hisoblamaydi. O'z vaqtida qo'yilgan tashxis va to'g'ri olib borilgan davolash choralari bolalarni sog'lom hayotga qaytarish imkonini beradi. Shuningdek, muntazam ravishda tibbiy ko'riklardan o'tish, olib borilgan davolash usullarining ham ahamiyati yuqori. Kasallik qancha erta aniqlansa, uni davolash shuncha oson natija beradi. Farzandiga qo'yilgan tashxis hamyurtimizni ko'p tashvishga soldi. Tinimsiz shifokorlar qabuli, uyqusiz tunlar onaning ko'nglini g'ash qilib, g'am anduhga soldi. Hamyurtimizning quvonch ko'z yoshlari bilan aytgan minnatdorchiliklari aksiyaning maqsadini ochib berdi. Uzoq yillar farzandining dardi bilan yashagan oila uchun bu yangi hayot va umid eshiklarini ochdi. Xayriya aksiyasi nafaqat bolalarni hayotga qaytardi, balki minglab ota-onalarga kuch va ishonch bag'ishladi. Yuqori texnologik operatsiyalarning Toshkentda emas, Qoraqalpog'istonda o'tkazilishi uzoq yo'l bosib, poytaxtga borishga qiynalayotgan oilalar uchun katta imkoniyat bo'ldi. Ayniqsa murakkab operatsiyalarning hech qanday to'lovlarsiz amalga oshirilishi esa ota-onalar qalbida minnatdorchilik tuyg'ularini uyg'otdi. Hozirda har kuni 100 ga yaqin bemor bolalarni tibbiy ko'rikdan o'tkazilyapti va undan tashqari kuniga 2-3 ta tug'ma yurak nuqsoni bor bolalarga jarrohlik amaliyoti o'tkazilyapti. Muvaffaqiyatli, o'zingizlar ko'rishinglar mumkin. Hozir kecha o'tkazgan bolalarimiz o'ziga kelgan, hushida, ota-onasi xursand. Birinchidan bu tug'ma yurak nuqsoni bor bolalarga berilayotgan prezidentimiz tomonidan katta e'tibor. Bundan tashqari shu hozirda tibbiy islohotlarda shu qayerda kasallik aniqlansa, shu joyni o'zida, tumanda yoki viloyatda o'zida hal qilinglar degan topshiriq bor. Shu orqali ishlab kelyapmiz. Maqsadimiz xalqimizga yordam, poytaxtga borib, pul sarflab yoki qanaqadir moddiy yordamlar ko'rsatilgandan ko'ra shu kelib viloyatni o'zida, tumanni o'zida tibbiy ko'riklar o'tkazilib, jarrohlik amaliyotlari o'tkazib kelinyapti. Bu xalqimizga juda ham katta yordam. Murakkab operatsiyalar 2 yoshdan 8 yosh oralig'idagi bolalarda o'tkazildi. Bugungi kunda ularning ahvoli yaxshi. Eng muhimi, erta aniqlangan kasallik va uni to'g'ri davolash bolani sog'lom hayotga qaytaradi. Qoraqalpog'iston tibbiyot institutida toshkentlik shifokorlar bilan hamkorlikda o'tkazilayotgan murakkab operatsiyalar mutaxassislarga tajriba almashish imkonini berdi.